Bismillahirrahmanirrahim. Durus lug'atning ikkinchi qismi, darsul 10, 10 darsi. Endi 10 darsdagi maqsadli grammatika birinchisi fe'l mudori'larningki bir qism almashlarga bog'lanib turib turlanishi. Bu to'g'riliq biz boshqa bir darsda o'rganamiz. Masalan, turlab o'rgandik emasmi? Masalan, fa'ala desa fa'ala deganga o'xshash يفعلون ما يفعلون يفعلوا يفعلان يفعلون تفعلوا تفعلان يفعلن تفعلوا تفعلان تفعلون تفعلين تفعلان تفعلن أفعلوا نفعلوا turlab oldik shundaymi? Turlab bo'lgandan keyin turligan orliqdagi fillarning har xil shakl yasalishi dal shu almashlarga mos holatda yasalishi hisoblanadi. Masalan, yaf'alu desa uchinchi shaxs erlik birlikka qaratildi. Tef'alu üçüncü şahıs ayollik birlikka. Tef'alu ikinci şahıs erlik birlikka. Tef'alina ikinci şahıs ayollik birlikka. Ef'alu birinci şahıs birlik. Nef'alu birinci şahıs köplik. Muşu bunu düşünsek burada. İkincisi sulası mujarrad, yani saq üç harflik fiiller Arap tilida cami qancha bab? 6 bab. Birincisi fa'ala yaf'ilu, ikincisi fa'ala yaf'ulu, üçüncüsü fa'ila yaf'ilu, fa'ala yaf'alu, dördüncüsü fa'ila yaf'ilu, beşincisi fa'ila yaf'alu, altıncısı fa'ula yaf'ulu. Muşne kallamızı sıkıntı olsak buldu da. Pilla, ben yukarıda ötken 6 şekil boyunca, 3 harflik pilla 6 şekil boyunca türlünüdü. Andaki bu pil türleşine ayrım derslerde, ayrım derslik sözleyemiz. Üçüncü, mühim grammatika bugün derstiki. 21'den 30'cu bo'lgan araliqdagi sonlarninki erlik ismlar bilan birikib ishlatilishning ahvoli. Endi bu songa kelgan vaqtda sal tafsilroq to'xtalmasak bo'lmaydi. Diqqat. Sonlarni tushunishda 1 bilan 2 o'lcham bo'yicha keladi. O'lcham bo'yicha degani sonlardagi eng to'g'ri o'lcham erlikning ta'sis qilishi, ayollikqa tavallanbillik qilish. O'lcham bo'yicha keldigani 1 bilan 2 degan son erlar ishlatilinsa ta'sis, ayollar ishlatilsa ta'lik. Masalan, rajul desak, bir ishlatib to'g'ri qolsa rajulun vahid, shundaymi? Ta yo'q. Ammo imratun desak, imratun bir ishlatib to'g'ri qolsa imratun vahidatun deb nimadan keldi? Tavallan keldi. İsnanmış shunga o'xshash rajulani isnani imratani isnatayn nimalar keladi? Ta'lik keladi. Ammo 3 dan tortib 9-chi bo'lgan sonlar 3 dan tortib 9-chi bo'lgan sonlar ta'tir o'lcham bo'yicha keladi. Ta'tir o'lcham deganimiz erlarga ta'lik, ayollarga nima? Ta'sis. Masalan, 3 er demakchi bo'lsak, salasatu rijal. Asli o'lcham erlarga ta'sis qilish, ammo dal o'lchamning ta'tiri bo'yicha kelganki 3 dan tortib 9-chi bo'lgan sonlar, 10-chi bo'lgan sonlar o'lchamdan ta'tir keladi. Erlarga ta ishlatimiz, ayollarga ta'sis ishlatimiz. Salasatu rijal, salasu nisva deganga o'xshash. Endi 10 ga kelsak, yolg'iz ishlatilinsa, bayatın degandek o'lchamning ta'tirisi bo'yicha ishlatiladi. Erlarga ta'lik, ayollarga ta'sis. 11 dan tortib 19-chi bo'lgan sonlardagi ikki son birgib kelgan vaqtga ishlatilinishi bu o'lcham bo'yicha keladi. Ya'ni erlarga ta'sis, ayollarga nima? Ta'lik. Masalan, 11 er demakchi bo'lsak, ahada ashara rajulan. Ashara. Ihda asharata imra'atan. Asharata tavallan keldi. Bu onun ahvoli. Endi onun qishidagi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 degan sonlarga kelsak, uning ichidagi 1 bilan 2 biz boy deb o'tgandagidek o'lcham bilan keladi. Erga ta'sis, ayolga ta'lik. 3 dan tortib 9 gacha, ya'ni bayatın degandek o'lchamning ta'tirisi bo'yicha aksicha keladi. Ya'ni erga ta'lik, ayolga ta'sis. Masalan deyli 13 er deyli salasata ashara rajulan. Ta, yani salasata tavallan keldi, ashara ta'sis keldi.
19'gacha shunday ishlatindi. Ayolga ta'siz salasa asharata imra'atan. Ashara talik salas nima ta'siz keladi. Bu 19'gacha bo'lgan sonlarninki qanaqa qilinishi ishlatilishi. Endi 20 dan tortib uni yuqoriga qarasak, bütün sonlar 20, 30, 40, 50 degan sonlar er ayolda o'xshash keladi, farqsiz. Onun qishidagi parcha sonlar 21, 22, 23, 24, 25 degan sonlar 29gacha yine bayatdan qolgan bo'yicha keladi. Birdan ikki o'lcham bo'yicha yana erga ta'siz, ayolga nima talik. 3 dan tortib 9gacha bo'lgan sonlar erga tal bilan ayolga ta'siz. Masalan 21 er 21 rajulan. Wahid 10. 23 desek salasatu ve 20 rajulan. Ma'runda salasatu ta'lan keldi. Agar ayol deyishdan qolsa salasu ve 20 imra'atan. Mush buni tushunsak bo'ladi, ha. Darsni boshlashdan ilgari darsdagi al-kalimatul jadida yangi so'zliklarni bir o'qib o'taylik. Daiman, ahyanan, marratan ukhra, maktabun, amilun, ammalun, tulun, ardun, masafatun, kilometrun, kilometrat, santimetrun, santimetrat, metrun, amtarun, amila, ya'malu, fa'ala, yaf'alu, rakiba, yarkabu, raka'a, yarka'u, sajada, yasjudu. Daiman degani davomliq, har doim deb tarjima qilinadi. Ahyanan, ba'zida, g'oyda, marratan ukhra, yana bir qatim. Maktabun, ustal. Undan keyin ishxona deb ma'nosi bor. Ishxona yoki nima ustal. Masalan, maktabul barid deydi, pochtaxona degandek ma'noda. Maktabul mudir deydi, mudirning ishxonasi. Amilun, ishchi. Ammal, ko'plika. Tulun, uzunligi, egizligi. Ardun, kengligi, to'g'riligi. Masafatun, musafa, arliq. Kilometrun, kilometr, bu bizga tunishliq, kilometrat, ko'pligi. Santimetrun, santimetr, santimetrat, buning ko'pligi. Metr, metr. Amtar, ko'pligi. Amila ya'malu, ishladi, ishlayotdi. Fa'ala yaf'alu, qildi, qilyotdi. Rakiba yarkabu, mindi, minayotdi. Endi bu rakiba odatda mashina, moto, ot, aeroplan, poyoz, paraxot hamma ishlatiladi. Bunda fitna ap mindigan narsalarni ot, moto va ishlatilsa eshaklarga mindi deb tarjima qilamiz shundaymi? Agar poyoz, paraxot, aeroplan ishlatilsa chiqdi, oltadi deb tarjima qilamiz. Raka'a, yarka'a, ruku qildi, ruku qilyotdi. Sajada yasjudu, sajda qildi, sajda qilyotdi. Tekstni tarjima qilib, dialogni o'qib tarjima qiling. الدرس العاشر. ذهب زكريا لزيارة حامد بعد صلاة الفجر، ولكنه ما وجده في البيت، فقال لابنه موسى: أين أبوك؟ ذهب إلى السوق. أيذهب إلى السوق كل يوم؟ نعم، يذهب دائما إلى السوق بعد صلاة الفجر. متى يرجع من السوق؟ يرجع في الساعة 7 وأحيانا في الساعة 8. ماذا يفعل في البيت؟ يقرأ الصحف ويسمع الأخبار من الإذاعة. متى يذهب إلى المصنع؟ يذهب في الساعة 9:30. ومتى يرجع من هناك؟ يرجع في الساعة 1:30 أو 2. أيذهب إلى المصنع مرة أخرى بعد الظهر؟ لا يذهب بعد الظهر. يجلس هنا في مكتبه بعد صلاة العصر. كم عاملا يعمل في مصنعكم؟ مصنعنا ليس بكبير، يعمل فيه 125 عاملا ومهندسان. الساعة الآن 9:15. وما رجع أبوك؟ لعله يرجع اليوم متأخرا.
Zakariya bomdod namozidan keyin Hamidni yo'qlash uchun bordi. Majmulda bugungi darsga munosabatli qoidalar yo'q. Walakinnahu ma wajadahu fil bayt. Biroq u Hamidni uyda topmadi, topolmadi. Ya'ni yo'q, uyda yo'q demakchi. Shuning bilan faqaldiki fa shuning bilan o'g'li Musoga mundaq dedi. Ayna abuk dadang qayerda? Zahaba ila suq. Bozorga ketdi. Ayazhabu ila suq kull yawm. Bozorga har kuni boramdi. Majmulda zahaba yazhabuniki fil mudari shakli 3-shaxs arlik birlik ishlatiladi. Undan keyin buning bab shakli zahaba yazhabu yani fa'ala yaf'alu babiga tava. Naam, yazhabu daiman ila suq ba'da salatul fajr. Shundoq. Har doim bozorga bomdod namozidan keyin boradi. Yoki bomdod namozidan keyin har doim bozorga boradi. Mata yarji'u min as-suq? Bozordan qachon qaytadi? Yarji'u raja'a yarji'u fa'ala yaf'ilu babidan. Yarji'u fi as-sa'ati as-sabi'a va ahyanan fi as-sa'ati ath-thamina. Soat 7da, ba'zida soat 8da qaytadi. Ammo keyindagi sabi'a, thamina deganlar daraja sallah. Biz oldingi bir darsda o'rganib o'tgandik. Daraja sallah. Fa'ila o'lchimida. Erlik gap qolsa fa'il o'lchimida, ayollik gap qolsa fa'ila o'lchimida keladi. Bu sizlarga aytdim. Maza yaf'alu fil bayt? Uyda nima ish qildi? Fa'ala yaf'alu babun. Yaqra'u as-suhuf va yasma'u al-akhbar min al-'idha. Jurnal o'qib, radiodan xabar anglaydi. As-suhuf jurnal gazetlarga ma'noda, odatda ko'pincha gazetlarga ma'noda, ammo shu axborot sohasiga tava materiallarga ma'noda, ammo tarjima qilgan vaqtda gazet deb tarjima qilsak to'g'ri chiqadi. Qara'a yaqra'u fa'ala yaf'alu babidan bu bir. Yasma'u sami'a yasma'u fa'ila yaf'alu babidan. Fi'laning bebiga diqqat qilaylik. Mata yazhabu ila al-masna'a? Zavodga qachon boradi? Yazhabu fi as-sa'ati at-tasi'a wa an-nisf. Saat 9:20 boradi. Boshqa alohida grammatik yo'q. Va mata yarji'u min hunak? U yerdan qachon qaytib keladi? Yarji'u raja'a yarji'u fa'ala yaf'ilu babidan. Yarji'u fi as-sa'ati al-wahida wa an-nisf aw ath-thaniya. Saat 1:30da yoki 2da qaytib keladi. Ayazhabu ila al-masna'a maratan ukhra ba'da az-zuhr? Peshindan keyin zavodga qaytib boramdi yoki yana bir qatim boramdi? La yazhab ba'da az-zuhr. Yo'q, peshindan keyin bormaydi. Yajlisu huna fi maktabihi ba'da salat al-asr. Bu yerda, endi o'zining ishxonasida asr namozidan keyin o'ltirdi. Jalasa yajlisu fa'ala yaf'ilu babidan. Kam 'amilan ya'malu fi masna'ikum? Sizlarning zavodda qancha ishchi ishlaydi? Amila ya'malu fa'ila yaf'alu babidan. Masna'una laysa bikabirin. Zavodimiz cho'ng emas. Uningda 125 ishchi, 2 injener ishlaydi. Ammo shakiga vaqtda 25. Biz bayatdan sallan so'ziga vaqtda 1 bilan 2 o'lcham bo'yicha 3 dan tortib 9 gacha o'lchamsiz degan shundaymi qarab baqsaq 5 amil erlik, ammo 5 nima ayollik shaklda, ya'ni tavalan keldi. As-sa'at lana 9 ila ruban. Hozir 9 ga 15 minut qoldi. Ruban, asl 4dan 1 degan gap. Qaysi kun darsda bir qitim so'zildi. Rubun, ya'ni 4dan 1. 4dan 1 degan 1 soat 15 minut, ha? Shunga saat 9 ga 15 minut qoldi. Maraja'a abu, dadan qaytib kelmadi. La'allahu yarji'u al-yawma mutaakhiran. Balkim u bugun kech qaytib kelishi mumkin. Tamarinun. Tamarinni mashqdan bir tushuntirib o'tay. Birinchi mashq ajib aninaslatil atiya. To'ndik savollarga javob beraman. Ikkinchi mashq sahih mayali, to'ndiklarni to'g'ridan deb o'tdi. Ammo ikkinchi mashq dialogining mazmuniga qarashli bo'lg'achqa avval biz dialogni uynib bo'lgandek ishlasak bo'ladi. Uchinchi mashq. Ta'ammal al-amsilatil atiya. To'ndagi misoldan o'ynab baqing. Masalan bizga bergan misol zahaba aliyun ila al-madrasa ams. Yazhabu aliyun ila al-madrasa kull yawm. Qarang taqata. Zahabaning o'tgan zaman fe'l bo'lgan zahabaning mudori shakli yazhabu.
Yazhabu odatda fe'l mudori asosan ikki xil zamonni ifodalaydi. Birisi hozirgi zaman qilyotidi, aytyotidi deb. Yana birisi kelgusi zaman qiladi, aytadi deb. Ammo ba'zi bir vaqtlarda oddiy zaman ma'nosi, ya'ni oddiy zaman deganimiz zamonga tava emas, ammo uzluksiz davomlashayotgan harakat. Masalan, mush jumla qarab baqsak, Ali maktabga har kuni boradi. Har kuni boradi desa, bu hozir bo'layotgan ish emas. O'tgan zamonda ham kuni boradi, tunigan borgan, bugun boradi, atim boradi, shundaymi? Ya kelgusiga xos emas. Demak, hamma zamonga ma'lum oddiy zaman. Bu bir. Qara Ismoil al-Qur'on. Qara o'tgan zaman. Yaqra Ismoil al-Qur'on ba'da salatul fajr kulli yawm. Ismoil bomdod namozdan keyin Qur'onni har kuni o'qiydi. Har kuni. Tunigunmi o'qigan, bugunmi o'qiydi, atim o'qiydi. Bu oddiy zaman. Jumladagi o'rniga qarab, ya oddiy zaman bo'ldi, ya kelgusi zaman bo'ldi, ya hozir zaman. Ammo ko'pincha hollarda hozir zaman tarjima qilinadi. Ghasara ar-rajulu sayyarata. O adam mashinasini yuvdi o'tgan zaman. Yaghsilu ar-rajulu sayyaratahu kull usbu'. O adam mashinasini har hafta yuvdi. Buni o'xshashla oddiy zaman. To'rtinchisi, ta'ammal al-amsilat waktub mudari' al-af'al al-atiya. Misollarni o'ylanib baqib Tövəndəki fiillərin mudari'ini yazılıydı. Qaranglar. Katabananki yaktubu, jalasa, yajlisu, zahaba, yazhabu, sami'a, yasma'u. Men darsdan oldi so'zlab o'tgan oldidan baqmoqchidim. Qaysi maska shuni yazsanglar bo'ladi. Masalan, bir misol ishlatsam, dahala, yadkhulu, ghasala, yaghsilu dik. Qolganni o'shanglar qarab yazsanglar bo'ladi. 5-chi mashq. Akmilul jumal al-atiya bi wad'i fi'l mudari' munasib fil faragh. Tövəndəki cümlələrni münasib fil mudari qo'yish orqali bosh o'ringa to'liqlang. Masalan, dadam har kuni bozorga, albatta dadasi har kuni bozorga qana qildi, boradi. Mush gapni qaysi bilan ifodalaymiz? Mudari bilan ifodalaymiz. Dog'andagi nima qo'ydik ekanmiz? Yazhabu. Shunga o'xshash qolgan bosh o'rinlarga o'zimiz to'g'ri qilsak bo'ladi. 6-chi mashq iqro mayali. Tövəndagilarni o'qing. Ya'ni biz darsdan oldin so'zlagan 21 dan tortib 30 gacha bo'lgan sonlarningki erlik shakli 20 degan butun son farqsiz qildar ayolga. 1 bilan 2 o'lcham bo'yicha keladi. Ya'ni erlikka ta'siz, ayollikka nima tavalan. 3 dan tortib 9 gacha bo'lgan sonlar ta'tur, o'lchamning ta'turizi bo'yicha erga ta'lik, ayolga ta'siz. Masalan, 21 taliban, 22 taliban, 23 taliban deb qolganlar hammasi shu bo'yicha keladi. Ya'ni 30 bo'lganda 30 taliban. Ya'ni o'xshashlar farqsiz, ayol farqsiz tilida 20-30 deganlardi. 7-chi mashq iqro mayali thumma uktubhu ma kitabatul arqam warida bihi bil huruf. Tövəndəkilərni o'qing. Andaki uningda kelgan sonlarni harf bilan yozing. Daftarimizga harf bilan yozib kelamiz. 8-si tövəndakilarni o'ylanib baqing. Mubakkiran, mutaakhiran. Ya'ni mubakkiran degan baldur degan. Mutaakhiran kechikib, keyin degan ma'noda. Masalan, zahabtul madrasa al-yawm mubakkiran. Men bugun maktabga baldur bordim. Raja'tu ilal bayt mutaakhiran. Uyga keyin keldim, kechikib keldim. Cümledeki o'rni bugun bir qoida mushada, bugun bir qoida holat. Shakatning yuz bergan holatni ifodalaydigan so'zlar zig'ar o'qilib keladi. Xuddi zahabtu ilal madrasa mashiyan. Maktabga piyoda minib bordim deganga o'xshash. 9-si kavin jumlan musta'milan al-kalimatul atiya. Tövəndəki so'zlarni ishlatib jumla tuzing. Doiman, ahyanan, mutaakhiran, marratan ukhra qatorli so'zlarni ishlatib jumla tuzing. Bu o'zingizlarga topshiriq.